Anda olsa bu kartını yumurtan ilip gidelim. Bugün hizmet ahırlaşkandan keyin çek taşlaymiz. Roşengül güzel bir qaragandan var şirkette. Axir uzunidan pishirdi. Roşengül, Cemil, bilet. Güzel, çok biletler gitti. Hüseyin çaydanla fikrini afgan. Hazır direktör. Ha? Bunun çayını men demlep berme. Murat, güzel. Biz bu şirketke kelgilim heli bolup kaldı. Sizlarni kelgenden beri tirishchanlik ko'rsatyapsizlar, xizmat unuminglarni heli yaxshi. Biroq ko'n xodimlarning o'zining to'plagan tajribasi, xaridorlari bilan ularning xizmat natijasimi yaxshi chiqyapti. Shunga barliq tirishchanliginglarni ko'rsatib, butun kuchinglar bilan yaxshi natijani qo'lga keltiringlar, bulamda. Buldu direktör. Xotirjam bo'ling. Güzel. Shaxsiy ishingizga aralashganim emas. Lekin bu Sami bilan bo'lgan munosabatingiz xizmatga ta'sir etkazish bunda. Hozirgi raqobat davri. Shunga qo'lingizda yeyotgan neninglarni tatqizib qo'ymaymiz deyotgansizlar, shunga barliq tirishchanlik bilan xizmat qilishinglar kerak. Men sizlarga qanday o'rgatgan bo'lsam, shu bet ishlanglar, natijanglar cho'qim ko'rildi. Yaxshi natijalardan menmi xo'sh bo'laman emasmi? Ma'qul. Bulduk direktör, hatırlayacağım bunu. Mening yuzimga sat bo'lmasin, qattiq tirishinglar, ha? Buldu direktör, Buldu. hatırlayacağım bunu. Hamsa. Ma'qul. Makul değil. Ben yani körüp kaldım. Kahveler, şirahlar. Köy günümde bilmeydim. O rahlar. Bu vay güzel. Ne bir keşke için oraya işte keşke bir yardım yap sokuldak düşürürseniz. Bir katip olarken işi zaman verin. Nelerimi topadigansızmışdaq geplarni. Milim kepti pes küçük çıktım. Siz yana şu 9 mo'luk replep bir narsani kiyib yuratamsiz. Tuzukroq bir narsa kiying. Zamandan keyin qolmaysizda güzel. Bilasizlar. Semi, madgan qaysi zaman? Muşda uruq, zilva chiroyli vaqtimda yarashtirib kiyib olay. Keyin semirib, setlishib ketsam, kiyim yarashmay qolmasin, Ro'shangul. Qo'y rastaysiz, bek olgan qildim. Güzel. Siz olmuş isminiz cisminiz layık. Pek güzel kız. Hem müşteriler kaldı şeyden bekliyor. Şunu da tolganıp bir kadar suyunuzu çıkıp aşağıya döküyorsanız takım mükemmel güzel olup gittiniz. Ha güzel. Şu azırak şamallarda koçularda hatırlayacağım mağalam siz. Bazıda işxan keçip kep qalsız açta çağdan. Bir xil ensirab qalmaysizdan. Bundan keyin çok qiynalib qalsangiz, men telefon qilaman, oldingiz og'il bor endi. Sizga ish qilib, biz hamma narsa yarashadi, güzel, jitliqmi yarashadi, ko'nimi yarashadi, yengimi yarashadi, mehnat qasmoqlarim yarashadi, aznim yarashadi, qimmatim yarashadi. Endi bizni ota-onamiz mush jiginishganda, ko'ks qanimizni kang cho'ng qilgan. Unda jiddi azam narsalar bizni patmaydi. Undan kiyemeyiz, yarashmaydi. Çoğumda isimda qimmatrakni kiyimsak, yarashmay ekanmiz. Ro'shangul, zilva, uruq, chiroyli bo'lsangiz-chi, hamma nima yarashadi. Ichiga kirvas desabga kiyimdan. Yarashaver ekan. Roşengül. O? Hemen sınav işiga işkendek. Takdir kılınızda amra. Hayotda she'rliq. Şu Roşengül. Endi siz hakikaten semizden ha. Endi bu özgermez hakikat. Endi bunu da tenivasınız bulmaydı. Beşinizde taş urvasınız için urukla kalmaysınız. Lekin endi bu şu semizliğinizin özünüz sel yaraşkan. Bakalım. Umak görün sizce. Çoman, bu Murat'ın ağzından yaxshi gaplar chiqib ekan ha. Adamni qo'sh qilib. Hey Roşengül. Yedi pifu şendesi yöyle yakala. Yedi şendse yaşı yöyle yakala. Nişede kaşacı yazı yöyle
也漂亮了啊，轩哥。 Ödemli hoş kumaşlısı çakot yalan. Koşaklar nazarak yansın reissiz. İkram Sıfır. Sen gör. Güzel. Material başarıket yoluktan ha. Ha, ma'qul. Bugün de kalmışsın ha. Mühim özel cuma mı? Onu kalmakta. Ha, ma'qul. Xotirjam bo'ling, Habiba. Çay içersiz. Kahve yakıp bana. Xatolashmasam, Fazil direktorning hozirgi kotibi men-ku deyman. Men davomig'amman. Ma peshqadam kotib bo'lgan keyin uy tutmayapman. Unda boshqa kirgandan keyin-chu o'zligingizni so'rab tursiz, unda nima ishsiz deb. A, narsangizni yeng. Va ishingizni qiling ha. Ishni o'qimay uy tutib g'iljanib ketayman. Voy, yaxshisizda. Yaxshimisiz? Tinchliklar. Haqingizlar. Agar men sizlarning shirkatning mahsulotlariga vakolatchi bo'lsam, shirkatimda davomli yangi mahsulotlardan ta'min qilamizmi meni? Amki shu mahsulotlarning bozorga sotilish ahvolini bir qisqacha deb aytamiz. Maqolada bizning shirkat asosan savdosi ishlab chiqardi bilsiz. Anigina xil mey sharbatlarimiz bor, yaqinda yana nurg'un mahsulotlarni ishlab chiqarish oldida turyapti. Men u bozordagi ahvolim nihoyat yaxshi, inkoslarım bek yaxshi bo'lyapti. Sotish ahvolim bek yaxshi. Materialni ko'rib baqsangiz bo'ldi. Hammasi tafsili izohliq. Agar siz bizga vakolatchi bo'lib qolsangiz, yangi mallar chiqqan zaman men sizga shu eng qisqa vaqt ichida yetkazishga kafolat qilamiz. Materialni bir oqil ko'rib chiqdi. Bozorga sotilish ahvoli haqiqatan yaxshi. Bundaq bo'lganda men xotirjam vakolatchi bo'la olaman. Lekin ham bu kichik ish emas. Yolg'iz qaror bersam bo'ladi. Shundan bir qaytib, boshqalar bilan maslahatlashib, ondan bir aniq javob bersam sizga. Qanday? Ha, bo'ldi. Anikin hada bizdagi vakolatchilik haqqimiz bu uncha yuqori emas. Shunga bakrak o'yinib baqasizlar. Bo'ldi. Unda bo'lsa men eng qisqa vaqt ichida sizlarga bir javobini beray. Şova ne var da? Zungosu Çin'e. Ha? Oş. Hey yaş. Boytaqçılık, quraqçılıqdır. Suygan yoldirim, haq bilan yuraydi. Sip! Qurbon. Sip, aşı bir tal.
Daş. Kız olup kalgamsam yürükim bunçilik azaplanması o gitti. Güzellerinin kenidin mamlusan. Of. Hep kılmıgallarını kılmısan yeni başladı kendi tartışıyor. Bağrını aldığı vah tühmüsen tühi. Yani şunda kısan mı? Hep bilen yürüdü tühi. Dünyada hemmeden kızlar. Şu yoshlik degan bek güzel. Bek güzel. O'qiyotgan vaqtlarimizda sinfimizning gulidim. Eğilim o. Ha, bek güzel sözdü musulmasınız cismanıza layık. Hey, lekin kenozdan jürüvatkanlar jıktı da kemeyivatsız. Ha, posolkanızı kötürdüğünlermi jık? Voy bir cho'qchoq qilmanglar, men rostga qilyaptim ha. Mushu o'qiyotgan chog'lardachu, mushu bugunni gul beradi. Oyuncaq beradi. Ondan yana bir Voy güzel. Sizmiş Ali mektepten çıkartma soğukluğun nesillerini işletip tutturtken sizin deyme ha? Voy eğlenme soğukluğun. Kılatı takacağım. ha. Çakar. Yaş vaktlarımda oynap gitettim. Eğlenme o oynap durvatın ha endi. Bak, yaş görünler bak. Hey. Menço hazır özümni ma şirketning peshqadam xodimlari bilan birga o'tirib xizmat qilayotgandek his qilyaptim. Bu gaplarni fazilkamdan mijilkam desa bizlar yorishidi qaranglar. Nim yop besh turib urib azoblanib ketsizlar. Vaycan Roşengül. Bir çoğunun, bir kichikning gapini angla deptikan. Nima qil? Men o'tirib qolaman. Ha. Hammamiz hissiyat hayat odam bo'lgan Qo'ying, yaxshi. Mulozim yaxshi. Shomava shirkat boshliq kishi bilan boshqa ketgan. Murat. Umid Murat. Ma akıtsız küstünüzge. Neymiş ha? Şoma beri bir konfaki. Oy bu şomanı xerida susmaya küsün kanalında. Allah Allah direktörün bir gapini unutib qopsiz-da. Bo'lgan. Qanday ahvolingiz yaxshisizlar? Siz o'tiring. Çay içemsiz kahve aldım. Çay chay. Güzel. İki stakan çay ekle ha. Ha, ma'qul. Ha, aldın katım biz normal şoma bilan paranlaştık. Aldırdım bir ko'rib paranglashgan, bu da hamda tafsili bir so'z deb kelgan. Ha, ma şoma bugün baş şirket gazrak işga jag'ib ketgan. Sal vaqtchiroq kelib qolam, saqlab qolasizmi? Rahmat. Çay içeceğim. Ha, bo'ldi. Rahmat. Mening mo'yim ishim bor deb bugun qilaversam bo'ladi. Menga tushuntirib bersam bo'ladimi? Bo'ldi. Endi siz bu shirkatdan xodim bo'lgan kim bo'laverdi. Oldin qatim menga ham shirkatinglarni ishlab chiqargan soda suvi bilan boshqa mahsulotning bu turini bir qilib tushuntirgan. Men bu doram kelishimdagi sabab ham soda suvi bilan mahsulotlarni to'p tortishni baraqli qilaymikin deb kelgandim. Ha, bek yaxshi bo'pti. Unda olsa şoma aldin qatim sizga bizning mahsulotlarning bozorga kirish bahasi, patent bahasi, to'p tarqatish bahasi deganlarni tushuntirganmi? Ya men bir tushuntirib o'taymi? Bir qilib tushuntirgan. Endi sizlarning oldin mal zakaz qilish bir pul topshirish ishinglar bor ekan. Shu bo'lsa shuni bir sal bir azroq bir tuvatishga bo'ladimi? Aka, mush chiroyingizni nur yig'ib turdi, qarang. Qanday yuqori ma'lumotliq, safoliq odamda qilsiz, cho'ng tijoratlar bilan shug'ullanasiz, deyman. Jamiyatim xili yuzingiz cho'ngda qilib turdi. Endi bunday gaplarni qilib tursangiz sizga toza yarashmaydi ekan. Ba'zi chaqlar cho'q qarang. Ashta o'yit kelsa va taloq to'g'ri maydon ishlab bo'lib qoldi. Endi bu mahsulotimizning sutida chatoq yo'q. Endi boshqa jihatlarda endi sizga e'tibor qilib bersak bo'ladi. Unisi shu endi. Bo'lmishkan bir kelam tiqtanadi. Ha, shu. Unda olsa tumirni qizg'irtib debdi aka. Endi mening taklif fikrlarimga qo'shilib qolsangiz, bo'ldi. Men shu masalada keldim. Ha, unda direktor chiqarsa kerak qolganlarni deyish. Bo'ldi. Yana
Şurada ha. Krem. Sen bulanda direktör. Boludur krem. Bakın kirma. Yaşınız neyse. Ay yaxşısınız. Güzel. Çay krem. Bana yaxşı. Ha direktör. Mahir idarimiz. Talabazır bizden maslahatimiz kirgiliş uybayken. Hem topta şu uybayken tok. Bayna yaqa sırtta paranlaşıp bolgan şu qeşingizga kirgandim. Bek yaxşı oldu. Bizning bu xodimning sizga tushundirishi sizga yordimi? Ha? Qanday bo'ldi? Yardı masaj ettim şu 90 kişiden kelganman. Qanday bo'lsa, qani ko'rchaymiz. Oy rahmet. Masaj ettim oydandaki. Qanday bo'lsa, imzolasak bo'ladimi? Buldu. Qani. Mana oğlum. Ha. Mavi sizde hep kalsın. Mavi direktör kalsın. Hamkorligimiz ko'ngil kerak bo'lsa. Buldu rahmet. Bo'ldi. Nasıl qaytıyor? Allah qilani qilib Buldu. Ma'lum bo'lsa qanday ishlar bo'lsa Allah qilsin. Bo'ldi. Qani, bo'ldimi direktör? Voy, bek yaxshi bo'ldi. Murat, bek tirishyapsiz. O'g'il bola bo'lgandan keyin texim bek tirishim bo'lamda. Voy xotirjam bo'ling direktör. Cho'qim yaxshi tirishib ishlab umidingizni yeyib qo'ymayman. Sizning uchun yuzingizni yeyib qartilgan ishlarni qilmayman direktör. Hozircha qarang. Mush bekor qolsam mush xizmatga doir materiallarni ko'p ko'rgan bo'lib ketib borman. Ba'zilarda qilgan ish topolmagandek kechki to'r qarab o'ltirdim. Vaqt oltinda qimmat qo'y go'zal. Ha, rost. Bek tirishmadi Murat. Yaxshi. Bundan keyin texim astoydil bo'lim. Ha. Boshqa ish yo'q, Murat, chiqasiz bo'lim. Ma'qul direktör. Ishlarimiz chaqirasiz. Ma'qul. Ma'qul. Direktör, bana bir gapimiz varmış. Güzel. Şu tordan bir narsa deyishki sizning toz epingiz bor. Bana yordam qilamdi deb shuni chaqirib qoldim. Voy, neymişki debdim. Çataq yo'q, amsi fason yaxshi kiyimdan ko'rib baqamdi. Sizlarga direktör ishxonasini chiqarmagan qildigan ish yo'q. Allohim. Chapash. Hamra. Qapoqtirgandim, muz yeb ketdi. Lala direktör adibam berganda. Voy, qiziq gap bo'ldi-ku. Lala direktör nimishni aytdim bagda. Men yo'q xato ish qilmasam. Shu xato ish qilsam. Can. Hadalida. Bunu muvaffaq aka. Voy, men uni bilay. Bo'lsin, ba'zi gaplashamiz. Ha? Nima bo'lgan? Ha? Boshqasi yo'q. Ha, yo'q, qapoqlarni sanab ketdi. Yordamni ishga ishsiz, yordamni ish degan. Shantli. Ha, ishdan chiqib bilan ish qilib oldi. Ha, ishni qilib chiqarib. Ko'p o'ylama. Mübarek olsun Murat. Yeni bir nokta imzaladınız. Voy, rahmat. O'zlama iltifatlarda bu go'zal xona. Muborak bo'lsin. Mübarek olsun. Rahmat. Güzel. Cuma jadon eslar bırak işler. Darkal işlama etip durun. He? Olur kadar. Semih. Semih. Ha? Ne buldunuz? Ne bakıyorsunuz? Oturup yaptınız? Kıyas sürmedi. Kasap durma bak. Siz götürüp yapmayın. Evet. Siz pek gelişken cümle. Hadi. Çıkılıp çok aram. Şu yıldızım bula. Muş sizden oh kömürlükünüz.
Yaxşılıqınız, kelishganligimiz hammasi birlashib turib, sizni texnik bir xil esil ko'rsatdi. Mahtarlarınız, sizin layık güzel bu. Voy yo'q, men sizga yetmayman. Mush men sizning she'rga yezib she'r o'qiydigan talantingizga bag'ib bek hayronman. Ishqilib qo'yib tarayli qizalchiga sizga. Bak, mahtarlarınız. Bakka pişmiş gitme. Materyal köprüsün direkt ifade ettirir. Değer Voy yo'q, boshqa ish yo'q. Shu materialni ishlash kerakmiki degan. Yürükim azaplar tolg'ab bo'lsinmi? Bot. En ahirgi bir qitim yetdi. Lay, ha men shu. Ha, ma'qul. Rahmat. Ketdi de. Hey Sami. Apostol kusini ko'tirish bermamsa, yana 19.8 mo'l mallar keldi yapacağım. Qo'ychi, ko'tirish ber. Ketama so'qqa senda. Güzel. Güzel. Güzel kına. Oy, abaytın tılsa bunu çıkağa, nagetten turtup yukarıda okuyor. Kunda ne bu? Bana aldırana Celal derhal ekip bir misin? Ne kadar şu bu? Ne bu? Ne var mı? Menga Celal tutma. az qoldi etma. Az kaldı. Ne mal yaptı ya? Voy direktor, nima mal bo'ldi shu to'rtdan 19.8 mo'l kiyimlar do'shu. İştin güzel sıkma. Derhal şöyle ekip bir yedim kal. Yakında son oldu. Ha, güzel. Soğuk geldi. İşte oldu. Rahmat. Hey, Bora，今天来的客户，你接待的吧？怎么着，不行吗？那是我的客户，你不知道吗？怎么着，你不在怪我吗？你不在，我们不接待还能怎样？这又不是理发店配对等你来。哎，木拉，那是我的客户，我好不容易争取来我的客户。你生什么气？这是公司，客户是公司的，不是你私人的。就是你人不在，公司里来客户了，公司里除了你，我们还有4个人，我们能愣着看着吗？啊，这里又不是边喝冰酸奶边看电影的地方，真搞笑。谁有能力，谁有能耐，谁就接待客户。болды. Балла. Сен шүтә, сен кызгая. Шуңа хезмәттә шуган икән. Хәйридәргә дип багылды. Бер сыман, бер сыман. Сугаттан булыңмы? Әммәс хезмәттә чамасымы? Vay. Vay bu seni Allah'ına oturan özü oldu kaylık bu. Ciddi yüzünü çek, ciddi. 哎，木拉，你不要高兴太早了。这个地球是圆的，借的东西要还的。这地里面种啥就出啥呢，你不要这么了不起啊！我们走着瞧。喂，你不要跟蚂蚱一样在我眼前搅鼓地，切，去忙你的！你自己糊涂找不到家，我们帮你接待客户，怎么着？有话要说你，脸拧巴的跟饺子一样。走开，下来！我不说话，以为我是好欺负的是吧？我能应付得了你小吗？给我记住！臭八怪！别顶住！
Yaxşısınlar valla. Oy, Sen qanday canım oldu? yaxşıma. Mal kelgan açık basan oldu ki. Mal kelgan? Oy, men mo'yam işte. Mayli, bala qopon. mayli. Söyle şimdi kalk. Anlayamadım. Kalk. Buldu. Buldu. Allah koç vereydi. Çendim. Buldu. Yaxshimi? Yaxshimisiz? Roshengil bormi? Yo'q. Qachon qaytib keladi? Uqmaydi ekanman. Bir ishimiz bormi? O'ltirma. Bunday qilsam, oldin qitim Roshengil bilan biz sizlarning shirkatning mahsulotlariga vakolatchilik qilish to'xtam tuzaymiz deb paranglashgan. Bugun shuni qaytib bir paranglashib shu ish bilan kelishdik. Men bu shirkatning katibi Mahdiysizmi bo'laverdi. Oldin qitim Roshengil bilan tuzgan materialni bir ko'rib baqsam. Bo'ldi. Boshlanishimiz. Bo'ldi. Ko'ring. Roshengil mushu bahasini debdimi? Shundoq. Mushu baho bu chiqsalar bo'ladi degan. Bu qiz nima ishlarni qilib yurayotgandi? Biron dastur yo'q-da sana. Bu bizning burungi baharimiz. Hozir hamma narsa bahosi o'zgarib ketdi. Xizmatchilarning nima qilgani deyman? Shunda deg'an mushunchalik ishni muqimlashtirib. Bu ya ostin ishi bo'lmasa, mushuna muomala qilsa bo'ladimi? Qopimman deb bilmay qolgan o'xshaydi. Siz mana kutib turing. Avvalida siz mana materiallarni ko'rib ketgan. Agar bo'ladi desangiz qaytadan men sizga bir qilsam bo'ldi. Qandoq? Mushi bu chiqlaydi bu. Amsi direktordan chiqqan so'qtiramda. Bo'ldi. Mati valay. Turing. Shu sizni ichki yoqib kelib qolam kelib saqlab qo'ygan til. Xizmatda mushinchi bola, bexaslik qilgan bormi xon? Bo'ldi so'zim rahmat. Bu endi hamkorligimizda mush qilsin. Ism katam beray. Anaqa shaylaymiz. Bo'ldi, ma'qul. Güzel. Men bilan hamkorlashgan xiyada qandoq sizlar hamkorlashib qoldik? Uni o'zingizdan so'rang. Xizmatni qandoq ishlaysiz kim tamamen faqat bilmadim. Mas siz ta'minlagan materiallar mas shirkatga qanchalik cho'ng ziyon qiladi, shuni bilamsiz? Ha? Necha vaqtdan beri xizmatni mushtaq ishlab yurdingizmi? Qattiq chiqib necha kun bo'lmay men dars o'tlab kelib ketdingizmi? Men shirkat siz kelishdan burunchi men necha yil qattiq bo'lib ishlab kelayotgan. Sizning tag'i men dars o'tkidek darajada huquqingiz yo'q. O'tganlarda bu qizal nimanda o'riqdi deb pek o'yinib ketganman. Endi bilyapman nima ishqida o'riqdingizni. Nima desangiz shu qarang Roshengul o'zingizning ishi.
Şirket degende kim iqtidorli, aqlli bo'lsa, ishni shu qiladi. Tushundingizmi? Bo'lsangiz bo'lsa, xaridorlarni tortibinglar. Sizni yomonga deyman. Ya, bizning bu şirket uchun azaldan bir-birimizning xiyonatini tortolmaymiz. Unda axloqsizlik bizning qilimiz sanib ketmaydi, yoqdingizmi? Ko'rimiz dahi kunlar uzun. Ko'ramiz. Rastaysiz. Ma o'rin chiqib siz necha kun bo'ldi? Unda ko'ranglab ketmang, ha? Aldırmay ko'rib qolamiz. Bizga raqobat davri tursa, buninglar bilan yangi xodimlarni aytmasak to'g'ri bo'lmas. Ben rasxata qildim. Sen o'g'irlading demoqchimi? Isbotingiz bormi? Meni eyvalda deydigan isbotingiz bormi? Voy Türkçe rayonunu şaplaklap ketken önce dakikten bile rengi satıcımı. Güzel lan tanlaysız ne? İyi görürüz. Sizlar xaridor muştan muomala qilasizlar? Ha? Siz bilan kattalaşmayman. Berib direktorni chaqiring. Chaqqan bo'ling.